Do'stlar, ahvolinglar yaxshimi? 9-navbatlik xalqaro tugi bayrami oxirlashi oldi turyapti-da. Mana tugilar bo'lgan musobaqaga tushib, mana bizning tuga ikkinchi bo'ldi. Mana nima uchun bizning tugi deymiz ustam? Mana bir qarayta. Sizniki yamg'ashlikni yegan tuga. Nechilik bo'ldi yavatxina? Hozirmi shu 6 oy bo'lganmi? 6 oy bo'ldimi? 6 oy bo'ldimi? Yamg'ashlik tug'di. Ha. Bo'ldi. Mana endi mavo bizningki asosiyatni chiqirdigan, samirdigan hamda tugininki emas. Ma chaptirdigan emas, lekin ma tugininki ozuqliq badanga yetilishi intayin yaxshi. Bo'lganlik uchun ma tuga mukofotga erishdi. Mukofot bo'yim qini ustam elingan qo'lingizga. Mana ma tuga 9-navbatlik xalqaro tugi bayrami musobaqasida, tugi chaptirish musobaqasida 2-darajalik mukofotga erishdi. 2-darajalik mukofot 7000 yuan pul. Lo'nqingiz egiz ko'tarayotgan mana ko'rdingizmi? Tugi musobaqasi. Hamda mushunga o'xshaydigan malcharolar bilan munosabatlik mushunda bayramlarningki, anandan keyin mushunda musobaqalarningki, har xil hayvonlarningki mushunda chaptirish yoki har xil musobaqalarningki jiqroq o'tkazilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Sizlar umid qilsanglar, inkas rayon qizinglar, filmni ko'proq taqib qo'yinglar. Mushu chorvachilikqa munosabatlik qandaq bir faoliyat yoki yaxshi ishlar bo'lib qolsa, biz shu yerda